5 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda shu kiyim sferasida yurgan bo'lsam, bemalol o'zingizlarning imijlarini menga ishonib topshirsanglar bo'ladi. Uyaltirib qo'ymayman. Dilmuz Sevinch profilida eng chiroyli obrazlarni topasizlar, xo'p qizlar. Men sizlarga ba'zi narsalar ko'rsatishga harakat qilaman. Shimli narsalar ko'p ko'rsatmayman, chunki ko'p auditoriyam ayollardan iborat va shim kiyishmaydi. Shuni hisobiga ro'molli ayol qizlarni o'ylagan holatda balonoviy nimcha sotuvga chiqazganmiz. Ko'rganingizdek, orqani yopib turadi. Bel boylangan bo'lsa ham, xo'p, men sizlarga bel boylanmagan variantini ham ko'rsataman qizlar. Kattagina cho'ntaklari bor. Misol uchun farzandinglar bilan aylanishga chiqqanda ham qiynalib qolmaysizlar. Bordoviy rangi, xohlasanglar mana temniy siniy rangidan sotuvga chiqarganmiz. 295 ming. Ivory rangidan, korishnovoy, qora rangidan sotuvda bor. Hozir Dilmuzda Qoraqamshdagi filialdaman va assortiment juda ham ko'p. Iloji boricha hadavoy, har doim hammaga kerakli bo'lgan kiyimlarni obzorni qilishga harakat qilaman. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni обязательно yozib qoldiringlar. Sizlarga nima kerak qizlar, nima olib kelishimizni, nima sotuvga chiqarishimizni xohlaysizlar, har bittanglarning kommentariyalarini erinmasdan o'qiymiz.